Titan X va Kongning dahshatli jangi, Rodinning yana Monsterverse'ga qaytishi, Chanoq orolidagi yangi sirli maxluqlar, Godzilla va Rodinning to'qnashuvi. Monarx Maxluqlar merosi serialining 2-sezoni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizga 10 qismlik shouning har birida titanlarning jangini taqdim etishmagan bo'lsa-da, bugun muhokama qilishga arziydigan voqealar ko'rsatib o'tilgan. Xullas, bugungi videoda ushbu serialning final qismini tahlil qilamiz va umumiy serialdagi qiziqarli voqealarni birgalikda eslab o'tamiz. Avvalo 2-sezonning syujetini qisqacha eslab o'tsak, serial qahramonlari Axis Mundida qolib ketishgandi. Bu yer yuzasi va yer osti o'rtasidagi makon bo'lib, gravitatsiya buzilishlari tufayli vaqt ham o'zgacha oqadi. Ya'ni u yerda vaqt tezroq o'tadi. Shunda ular Godzillani chaqirishadi va portalni u orqali faollashtirib, qochishga imkon topishadi, ammo Li ortda qolib ketadi. Keyinchalik Chanoq orolida Kate Apex texnologiyasini ishga tushiradi va Li ham qochishga imkon topadi va kapsulaga kirib 2017-yilga qaytadi, ya'ni ular o'sha yerga kirgan yildan 2 yil keyinga. Ammo ushbu jarayon yana bir titanni uyg'otadi. Dengiz kaidyusini Monarx tashkiloti Titan X deb ataydi. Keyinchalik Monarx Titan X ni kuzatib, u qayerga ketayotganligi, uni qanday qilib uyga qaytarish mumkinligini o'rganadi. Bu kuzatuvlar uni shimoliy sharqiy Avstraliyaga olib boradi. U yerda Titan X tuxum qo'yish uchun quruqlikka chiqadi. Godzilla esa bu holatni sezib, tekshirish uchun keladi va ular o'rtasida shiddatli jang boshlanadi. Godzilla Titanni uyiga qaytarishga urinadi. Titan X esa tuxumini himoya qiladi. Shu payt Apexning Isabel Simmons boshchiligidagi bo'linmasi tuxumni o'g'irlab, uni Chanoq oroliga olib ketadi. Maqsad Titan X ni Kong tomon jalb qilish. Godzilla esa Chanoq oroliga yetgach, Titan X ni qo'yib yuboradi, chunki u uyiga yetib kelgandi. Ammo Chanoq orolida noma'lum tashkilot Titan X ni gaz bilan xushsizlantirib, asab tizimiga qurilmalar o'rnatadi. Ular uni boshqarib, Kong bilan jang qilishga majbur qilmoqchi bo'lishadi. Kentaro ham ushbu rejada ishtirok etadi, chunki u vaqt manipulyatsiyasi orqali vafot etgan otasini qaytarishni xohlaydi. Monarx jamoasi esa kelib, operatsiyani to'xtatishga harakat qiladi, ammo allaqachon kech bo'lgandi. Kong va Titan X o'rtasida jang boshlanib ketadi. Jang juda shafqatsiz kechadi. Ammo Monarx jamoasi tuxumni yashirilgan joyidan chiqaradi. Tuxumni ko'rgan Titan X o'zini boshqaruvdan ozod qiladi. Uning onalik mehri har qanday texnologiyadan ustun keladi. U tuxumni ko'tarib, Kongning oldida bosh egadi. Kong esa vaziyatni tushunib, Titanni qo'yib yuboradi. Portalning oldida esa Kate va Titan X o'rtasida hissiy lahza bo'lib o'tadi. Go'yoki minnatdorchilik, tushunish, xayrlashuv birgalikda bo'lgan lahzadek. Shundan so'ng Titan X tuxumi bilan uyiga qaytadi. Li esa Axis Mundidagi yosh versiyasini ko'radi va u Ko bilan xayrlashadi. Bu uning hayotidagi yangi bosqich boshlanishini anglatadi. Endi esa eng muhim qismga o'tsak, Li Sho xavfli Titanning iziga tushadi. Mahalliy aholi uni deyarli jin sifatida hurmat qilishardi. Kentaro va Isabella ham ushbu joydan o'tgan, demak ular uchun ham ushbu titan kerak. Li esa va nihoyat titanni topadi. Olovli iblis Rodin. U faol vulqon tepasida o'tirgan, uyg'oq va vayronagarchilikka tayyor edi. Bu yerning tabiati esa Tailandni eslatadi. Endi esa savol tug'iladi, bu qaysi Rodin? Axir u aslida Meksikadagi Isla de Mara vulqonida uxlab yotishi kerak edi. Demak bu boshqa Rodin bo'lishi mumkin. Rejissyorlarning xabar berishicha, Rodinning ota-onasi ham mavjud. Demak bu uning ota-onasi yoki jufti bo'lish ehtimoli bor. Yana bir nazariya, Monarx vaqt manipulyatsiyasi orqali Rodinni o'tmishga yuborgan va o'sha yerda vulqonga qamagan. Shu bilan birga voqealar hozirgi zamonda bo'layotgani sababli Rodin serialning 3-faslida ham muhim rol o'ynaydi. Kelajakda esa Godzilla va Rodin o'rtasida epik jangni ko'rishimiz mumkin. Bu haqiqatdan ham aqli bovar qilmas bo'lardi. Rodinga keladigan bo'lsak, bu shunchaki kattakon qush emas, balki qanotli falokat. Uning tanasi go'yoki vulqondek ishlaydi. U chiqaradigan issiqlik 1000 gradus Selsiyaga yetishi mumkin. Kengaytirilgan materiallarda aytilishicha, Rodin hatto vulqonlar ustidan uchib o'tib ham ularni otilishga majbur qilishi mumkin. Serial mualliflariga bu olovli maxluqni esga olishganlari uchun alohida respekt. Agar keyingi mavsumda uni boshqa titanlar bilan to'qnash keltirishsa, bu shunchaki ajoyib intriga bo'lardi. Finalda yana bir hasharot ko'rsatildi. Monarx tashkiloti hozircha u haqida jim turibdi. Rasmiy nomi Lavina Gusinetsa.
Bu aslida Mokritsa va mingoyoqlining ulkan aralashmasi bo'lib, Chanoq orolida yashashga juda moslashgan. Bu mavjudotlar to'dada yashashadi. Qo'rqib qolishsa, ular go'sht va tikanlardan iborat g'ildirakka aylanib, oldinga qarab dumalashadi. Yo'lidan nimaiki chiqsa, hammasini bosib o'tadi. O'rmon, butalar va odamlar. Tezligi 50 km/soatgacha yetadi. Uzunligi taxminan 5 metrgacha yetadi. Ya'ni bu oddiy hasharot emas, tirik zirhli poyezd. Kerakli paytlarda uning tikan va shoxlari ishga tushadi va shu zahoti har qanday yirtqich u bilan urushmaslikni afzal ko'radi. Qizig'i, ular ov qilish uchun emas, ular ko'proq tinch, o'txo'r va xomxo'r mavjudotlar, shunchaki yashashni xohlashadi, lekin kattaligi sababli doim xavf ostida bo'lishadi. Shuning uchun xavfni ko'rsa tezroq qochishadi. Ammo hujum qilmaydi degani zararsiz degani emas. Bunday jonzot ag'darilgan vertolyotni sudrab olib keta oladi. Odamni esa shunchaki sezmay o'ldiradi. Va bu hali hammasi emas. Serialda cho'chqa boborlar ham ko'rsatildi. Ular baquvvat, qaysar va qalin terili. Teshib o'tish qiyin, lekin zaif joyiga urilsa darrov qochadi. Juda tez yugurishadi. Shuning uchun ularning yonida qahramonlik ko'rsatish yaxshi fikr emas. Iglaxodlar esa boshqa daraja. Ular baland, tez va harakatlari juda qo'rqinchli darajada aniq. Tanasi tikanlar bilan qoplangan, panjalari esa uzun tirnoqlar bilan tugaydi. Ular yakka emas, balki jamoa bo'lib harakat qilib signal almashadi. Ko'rinishidan ular yer qa'ridan chiqadi. Titanlar harakati va tektonik faollikka javoban paydo bo'ladi. Ushbu jonzotlardan qochib daraxtga berkinaman deganingizda, u yerda ham sizni dahshatli mavjudot kutib turibdi. Uzum ilonlari yoki Vitis stanguri. Ular daraxt shoxlariga o'xshab yashirinadi, so'ng o'ljani tortib, o'zining ichiga tortadi. Ular deyarli ko'rmaydi, lekin harakatni sezadi. Hatto daraxtlarning o'zi o'ljalar qayerda ekanligini ularga aytadi degan nazariya ham bor. Agar bu rost bo'lsa, demak Chanoq orolidagi o'rmonlar ham eng xavfli joylardan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi sezon mualliflar fantaziyasining haqiqiy namoyishiga aylangan. Har bir paydo bo'lgan jonzot eng xavflisidek ko'rinadi, lekin shu payt mualliflar mana buni ol deb yana undan ham xavfliroq jonivorni taqdim etishadi. Aslida esa Monsterverse ko'proq mana shunday maxluqlar va janglarni ko'rsatishi kerak, xuddi Kong va Titan X ning to'qnashuvudek. Bu mavsumning eng yuqori nuqtasi deb bemalol aytish mumkin. Ha, Godzilla har doim asosiy kuch bo'lib qoladi, lekin Kongga va nihoyat haqiqiy xavfli raqib topib berildi. Bu safar hammasi jiddiy. Agar jang to'xtatilmaganida, ehtimol Titan X Kongni yenggan bo'lardi. Avvaliga jangda Kong ustun ko'rinadi, lekin Titan X o'z tuxumini himoya qila boshlagach, vaziyat o'zgaradi. U tezkorroq va tajovuzkorroq bo'ladi va shu yerda Kongning jang tajribasi kamroq ekanligi bilinadi. U boshqa titanlar kabi jang mashinasi emas. U urush davomida jangni o'rganadi va moslashadi. Sizningcha Titan X va Kong o'rtasidagi jang to'xtatilmaganida qaysi biri g'alaba qozongan bo'lardi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Xulosa qiladigan bo'lsam, ikkinchi mavsum darajani ushlab tura oldi. Katta masshtab, drama va kuchli sahnalar bilan. Titan X hikoyasi hissiy jihatdan yakunlandi, lekin Rodinning paydo bo'lishi yangi bosqichni boshlab berdi. Eng asosiysi, ushbu franshiza yashashda davom etmoqda va oldinda bizni yanada kattaroq voqealar kutib turibdi. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.